Assalomu alaykum, aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan juda ham muhim, ayni paytda ko'pchilikni tashvishga solayotgan, hatto qalbini g'ash qilayotgan bir masala haqida ochiqchasiga gaplashmoqchiman. So'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, hatto kundalik suhbatlarda 6 yoshdan keyin odamlarni davolashni to'xtatishadi. Yashirin buyruq bor emish. Keksalar tibbiy yordamdan mahrum bo'lishadi kabi gap so'zlar. Mish-mishlar va ulkan shikoyatlar to'lqini paydo bo'lmoqda. Bu gaplar nafaqat yoshi ulug'larimizni, balki ularning farzandlarini, yaqinlarini ham chuqur o'ylantirib qo'yganiga aminman. Xotirjam bo'ling, azizlarim. Bu mavzu har biringizga tegishli bo'lishi mumkin, chunki sog'liq barchamiz uchun qadrli. Sizni bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishga chaqiraman, chunki men bugun bu mish-mishlarning tub ildizlarini o'rganib, haqiqatni yuzaga chiqarishga harakat qilaman. Sizni qanday o'zgarishlar kutayotgani, nimalarga e'tibor berish kerakligi va eng asosiysi, o'zingizni va yaqinlaringizni qanday himoya qilish mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu ma'lumotlar shunchaki nazariy bilimlar emas, balki amaliy qadamlar bo'lib, sizga aniq yo'l yo'riq ko'rsatadi. Shuning uchun darhol kanalimga obuna bo'ling, ushbu videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Bu ma'lumotlar qanchalik ko'p odamga yetsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avvalo vaziyatni tushunib olish uchun biroz o'tmishga nazar tashlaylik. Bir paytlar tibbiy xizmatlarga murojaat qilish ancha soddaroq edi. Odamlar o'zlarining hududiy poliklinikalarga borib, shifokor qabuliga osongina kirishlari mumkin edi. Davolash asosan davlat tomonidan kafolatlangan bepul xizmatlar doirasida amalga oshirilardi va bu ayniqsa keksalar uchun katta qulaylik edi. Tashxis qo'yish jarayonlari ham ancha tezkor bo'lib, murakkab operatsiyalar yoki maxsus muolajalar uchun ham yo'llanmalar olish nisbatan oson edi. Shifokorlar o'z qarorlarida ko'proq mustaqil edilar va bemorlarga individual yondashishga ko'proq imkoniyatlari bor edi. Ular ko'pincha bemorning ahvolini hisobga olgan holda eng qisqa vaqt ichida davolanishni boshlash uchun shaxsan o'zlari harakat qilishardi. Bu tizimda garchi ba'zi kamchiliklar bo'lsa-da, umumiy tasavvurda yoshi katta insonlar o'z sog'liklari haqida ko'p tashvishlanmasdan kerakli yordamni olishga umid qilishardi. Davolash jarayoni ko'pincha qog'ozbozliklarsiz, to'g'ridan-to'g'ri shifokor-bemor muloqoti orqali amalga oshirilardi. Ammo keyingi bir necha yil ichida tibbiyot sohasida, ayniqsa davlat tibbiyot tizimida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va tibbiyotni zamonaviy standartlarga moslashtirishdan iborat. Yangi me'yoriy hujjatlar, buyruqlar va qarorlar qabul qilindi. Ularda tibbiy xizmatlarning ko'rsatilish tartibi, yo'llanma berish mexanizmi, qaysi xizmatlar bepul, qaysi xizmatlar bepul, qaysilari pullik ekanligi aniq belgilab qo'yildi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu, tibbiy yordamni bosqichma-bosqich ko'rsatish tizimiga o'tishdir. Endi bemorlar darhol yuqori malakali mutaxassisga murojaat qila olmaydilar, balki avval oilaviy shifokorga, keyin esa uning yo'llanmasi bilan to'r doiradagi mutaxassislarga borishlari kerak bo'ladi. Bu tizim aholining birinchi tibbiy sanitariya yordamini kuchaytirishga qaratilgan bo'lib, to'g'ri resurslarni to'g'ri taqsimlashni nazarda tutadi. Biroq ko'pchilik bu o'zgarishlarni tushunmovchilik bilan qarshi oldi. Natijada yuqorida aytib o'tganimizdek 6 yoshdan keyin davolashmaydi degan asossiz xavotirlar paydo bo'ldi. Aslida gap tibbiy xizmatlarning to'xtatilishi haqida emas, balki ularni olish tartibining o'zgarishi haqida ketmoqda. Bu esa ko'pchilik uchun yangi, noqulay va murakkab ko'rinmoqda. Shuning uchun bu vaziyatni chuqurroq o'rganishimiz zarur. Birinchi asosiy qism nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanish kerak va kimlar yo'q. Keling, hozirgi vaziyatni birma-bir tahlil qilamiz. Sizning yoshingiz 6 dan oshgan bo'lsa yoki oilangizda yoshi ulug' insonlar bo'lsa, ularni qanday holatlar kutishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Aslini olganda hech qanday rasmiy hujjat yoki maxfiy buyruqda 6 yoshdan oshganlarni davolashni to'xtatish haqida hech qanday ko'rsatma mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emas. Bu inson huquqlariga va konstitutsiyaviy normalarga zid. Gap shundaki, ba'zi tibbiy xizmatlarni olish tartibi murakkablashgan. Ba'zi bepul xizmatlar pullik toifasiga o'tgan yoki ularni olish uchun maxsus shartlar paydo bo'lgan. Kimlar xavotirlanishi kerak? Asosan, quyidagi toifadagi insonlar hozirgi tibbiyot tizimidagi o'zgarishlar
sababli ko'proq qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Surunkali kasalliklari bor keksalar, misol uchun 7 yoshli Omon bobo uzoq yillardan buyon qandli diabet bilan og'riydi. Ilgari u har oy hududiy poliklinikadan insulin yoki zarur dorilarni bepul olar edi. Endi esa unga dorilarning bir qismi uchun to'liq haq to'lashni taklif qilishmoqda yoki bepul olish uchun juda uzoq navbatda turishni yoki qator qo'shimcha tahlillar topshirishni talab qilishmoqda. Oldinroq u oddiygina shifokorga kirib retsept yozdirib olardi. Hozir esa dorilarning ro'yxati o'zgargan, davlat tomonidan kafolatlangan dorilar soni qisqargan yoki ularni olish tartibi qat'iylashgan. Bu holatda agar oilaning moddiy ahvoli o'rtacha yoki undan past bo'lsa, Omon bobo uchun zarur dorilarni sotib olish moliyaviy yuk bo'lib tushishi mumkin. Natijada u davolanishni to'xtatib qo'yishi va sog'lig'i yomonlashishi ehtimoli ortadi. Bu vaziyatda ilgari xarajatlar davlat tomonidan qoplangan dorilarning ayrim qismi endilikda bemorning o'z hisobidan bo'lishi mumkin. Bu xususan qon bosimi, yurak-qon tomir kasalliklari, nafas yo'llari xastaliklari bilan bog'liq dorilarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ba'zi dorixonalarda esa bepul dorilar umuman yo'qligi yoki kamligi ham muammoni yanada chigallashtirmoqda. 2. Murakkab tashxis yoki operatsiya talab qiladiganlar. Tasavvur qiling, 65 yoshli Mohira xola ko'rish qobiliyati keskin yomonlashishini his qildi. U avvalgi tizimda ko'z shifokoriga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, katarakta tashxisini qo'ygan va operatsiya uchun yo'llanma olgan bo'lar edi. Hozir esa u birinchi navbatda oilaviy shifokorga borishi kerak. Oilaviy shifokor unga to'r mutaxassisga, ya'ni oftalmologga yo'llanma berishi uchun avval uning umumiy salomatligini tekshirishi, bir qator tahlil va tekshiruvlarni tayinlashi mumkin. Bu esa vaqt talab qiladi. Oftalmolog qabuliga yozilish ham ancha qiyinlashgan. Chunki mutaxassislar kam, navbatlar esa uzun. Navbatga yozilish bir necha hafta yoki hatto oyga cho'zilishi mumkin. Masalan, ilgari ko'z shifokori qabuliga ertalab borsangiz, tushgacha kirishingiz mumkin edi. Endi esa elektron navbat orqali yozilasiz. Bu navbat esa 2 oy keyinga bo'lishi mumkin. Natijada operatsiyani kutish muddati sezilarli darajada uzayadi. Bu esa Mohira xolaning ko'rish qobiliyatining yanada yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, operatsiyaning o'zi ham davlat kvotasi bo'yicha bepul bo'lishi mumkin. Ammo bu kvotaga tushish uchun ham qo'shimcha hujjatlar yig'ish, komissiya qarorini kutish kabi bosqichlar mavjud. Agar bepul kvota tugagan bo'lsa, pullik operatsiya uchun, masalan, 5 million so'mdan 10 million so'mgacha pul to'lashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa ko'pchilik uchun katta mablag'dir. 30. Yashash joyini o'zgartirgan yoki hujjatlari tartibda bo'lmagan keksalar. 32 yoshli Dildora opa o'z farzandlarining yoniga boshqa viloyatga ko'chib keldi. Uning doimiy propiskasi eski yashash joyida qolgan. Yangi joyda tibbiy yordam olish uchun u avval yangi poliklinika biriktirilishi kerak. Bu jarayon bir muncha vaqt olishi mumkin. Chunki eski poliklinikadan ma'lumotnomalar olish, yangi joyda ro'yxatdan o'tish kabi qog'ozbozliklar mavjud. Bu vaqt ichida agar uning sog'lig'i yomonlashsa, tibbiy yordamni olishga qiynalishi mumkin. Shuningdek, agar shaxsiy guvohnomasi yoki tibbiy sug'urta poli agar mavjud bo'lsa, muddati o'tgan bo'lsa, bu ham muammolarni keltirib chiqaradi. Ilgari ayrim hollarda shifokorlar bu kabi muammolarga ko'z yumib, yordam berishga harakat qilgan bo'lishsa, hozirgi tizimda qat'iy talablar qo'yiladi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Aksincha, ba'zi toifadagi fuqarolarimiz uchun tibbiy xizmatlardan foydalanish tartibi o'zgarishsiz qolgan yoki hatto yaxshilangan. Shoshilinch tibbiy yordamga muhtojlar hayotga xavf tug'diradigan vaziyatlarda, masalan, infarkt, insult, jiddiy jarohatlar, o'tkir og'riqlar kabi holatlarda tez yordam choxonalarning qabul bo'limlariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish huquqi o'zgarishsiz qolgan. Bunday hollarda yoshidan qat'i nazar har qanday fuqaroga birinchi yordam ko'rsatilishi shart. Davlat tibbiyot muassasalari bu xizmatni har qanday holatda ham bepul ko'rsatishga majbur. Misol uchun, 75 yoshli Zuhra momoda to'satdan yurak xuruji bo'ldi. Uning yoshi yoki poliklinikaga biriktirilmaganligi muhim emas. Tez yordam darhol yetib kelib, uni yaqin oradagi shifoxonaga olib boradi va zarur tibbiy yordamni to'liq hajmda ko'rsatadi. Bu holatda hech qanday yo'llanma yoki qo'shimcha hujjat talab qilinmaydi. Ayrim imtiyozli toifadagi shaxslar, urush faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar Chernobil AES avariyasi oqibatlarini bartaraf etishda
ishtirok etganlar va boshqa bir qator imtiyozli toifadagi fuqarolarimiz uchun bepul tibbiy xizmatlar ko'rsatish bo'yicha maxsus davlat dasturlari va imtiyozlar saqlanib qolgan. Ular tibbiy yordamni olishda boshqalarga nisbatan ustunlikka ega bo'lishlari mumkin. Masalan, Taksim yoshli urush faxriysi Qodir ota uchun har yili bepul sanatoriy kurort davolanishi, zarur dorilar bilan ta'minlash va navbatsiz shifokor qabuliga kirish imkoniyatlari mavjud. Bu imtiyozlar qonun bilan mustahkamlangan va hech qanday o'zgarishga uchramagan. Lekin bu imtiyozlardan foydalanish uchun tegishli hujjatlarni, guvohnomalar, ma'lumotnomalar o'z vaqtida taqdim etish zarurligini unutmaslik lozim. 3. Profilaktik ko'riklar va skrining dasturlari davlat tomonidan yoshga qarab o'tkaziladigan muntazam profilaktik ko'riklar va skrining dasturlari, masalan, saratonni erta aniqlash, qon bosimini o'lchash ham saqlanib qolgan. Bu dasturlar bepul bo'lib, ular orqali kasalliklar erta bosqichda aniqlanib, davolash choralari ko'riladi. Bu ham yoshi ulug' insonlarning sog'lig'ini saqlashga xizmat qiladi. Masalan, 6 yoshdan oshgan ayollar uchun mammografiya, erta tashxis qo'yish uchun onkologik skrininglar bepul amalga oshiriladi. Bu o'z navbatida kasalliklarni og'ir bosqichga o'tishidan oldin aniqlash imkonini beradi. Shunday qilib, 60 yoshdan keyin davolashmaydi degan gap mutlaq asossiz, ammo tibbiy xizmatlarni olish tartibi o'zgarganini inkor etib bo'lmaydi. Bu o'zgarishlar ayniqsa o'z sog'lig'iga beparvo bo'lgan yoki yangi tizimni tushunishga qiynaladigan keksalar uchun muammo tug'dirishi mumkin. Ikkinchi asosiy qism qoidadagi istisnolar, qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar. Tibbiyot tizimidagi har qanday yirik islohotlarda bo'lgan kabi, hozirgi holatda ham bir qator istisnolar, e'tibor qaratish lozim bo'lgan qaltis nuqtalar va avvaliga tushunarsiz tuyulishi mumkin bo'lgan noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizga tibbiy yordam olishda ko'mak beradi. Mintaqaviy tafovutlar, hatto bir mamlakat ichida ham tibbiy xizmatlardan foydalanish tartibi, ayrim imtiyozlar yoki davolash variantlari mintaqadan mintaqaga farq qilishi mumkin. Masalan, poytaxt Toshkent shahridagi yoki viloyat markazlaridagi tibbiy muassasalarning moddiy texnik bazasi, mutaxassislar soni va bepul xizmatlar kvotalari chekka qishloq joylarga nisbatan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Ya'ni shahar markazidagi shifoxonada bironta operatsiyani bepul kvota bo'yicha bir oy kutib olish imkoniyati mavjud bo'lsa, tuman markazidagi shifoxonada bu muddat 3 oygacha cho'zilishi yoki bepul kvotalar umuman bo'lmasligi mumkin. Bu esa qishloq joylarda yashovchi keksa fuqarolarning tibbiy yordamga erishishini qiyinlashtirishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi mahalliy sog'liqni saqlash bo'limlarining yangiliklari va imkoniyatlari bilan doimiy ravishda tanishib borish muhim. 2. Tibbiy sug'urtaning joriy etilishi. Ayrim hududlarda tibbiy sug'urta tizimi joriy etila boshlandi. Bu tizim to'liq ishga tushgach, ko'plab bepul xizmatlar sug'urta polisi orqali amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Biroq hozirgi kunda bu tizim hali to'liq joriy etilmagan va ba'zi jihatlari ko'pchilik uchun tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Agar siz sug'urta polisi egasi bo'lsangiz, uning qanday xizmatlarni qoplashi va qaysilari uchun to'lash kerakligini aniq bilishingiz kerak. Sug'urta kompaniyalari bilan bog'lanib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz lozim. Agar sug'urta tizimi orqali davolanishga to'g'ri kelsa, uning qoidalari, jumladan sug'urta shartnomasida tibbiy xizmatlar ro'yxati, qoplash miqdori va franchiza shartlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish muhim. Aks holda sug'urta polisini sotib olib ham kerakli xizmatlarni olishda qiyinchiliklarga duch kelish mumkin. 3. Davlat kvotalari va navbatlar. Yuqori texnologiyali operatsiyalar va qimmatbaho muolajalar uchun davlat tomonidan ajratiladigan kvotalar mavjud. Bu kvotalar doirasida davolanish bepul amalga oshiriladi. Biroq bunday kvotalar soni cheklangan bo'lib, ularni olish uchun maxsus komissiyadan o'tish va uzoq navbatlarda turishga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, 38 yoshli Nodira buvida yurak klapanini almashtirish operatsiyasi zarur. Davlat kvotasi bo'yicha bu operatsiya bepul. Ammo kvotani olish uchun barcha tahlillar va tekshiruvlar natijasini tibbiy komissiyaga topshirish kerak. Komissiya esa oyiga bir necha marta yig'iladi va har yig'ilishda cheklangan miqdordagi bemorlarning arizalarini ko'rib chiqadi. Natijada Nodira bu 1 yildan ortiqroq navbatda turishi mumkin. Bunday holatlar bemorning ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkin. Chunki operatsiya kechiktirilgan sari kasallikning oqibatlari og'irlashib boraveradi. Bu yerda bepul xizmatni olish imkoniyati mavjud bo'lsa-da,
kutish muddati jiddiy muammo tug'diradi. 4. Tashxis qo'yishdagi qiyinchiliklar va diagnostika texnikalariga erishish. Ba'zi murakkab tashxis usullari, masalan, MRT, magnit rezonans tomografiya yoki KT, kompyuter tomografiya kabi texnikalarga erishish ham o'zgarishlarga uchragan. Ilgari shifokor o'zi kerak deb topsa, bu tekshiruvlarga yo'llanma berishi mumkin edi. Hozir esa bu yo'llanmani olish uchun bir necha mutaxassisning xulosasi tibbiy kengashning qarori talab qilinishi mumkin. Shu bilan birga davlat klinikalarida bunday uskunalar soni cheklangan bo'lib, ularga navbat ham uzoq bo'lishi mumkin. Natijada bemor tezroq natija olish uchun pullik markazlarga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Masalan, 6 yoshli Ibrohim akada bosh og'rig'i bor va shifokor miyani tekshirish uchun MRT tavsiya qildi. Davlat klinikasi navbatiga yozilsa 2 oy kutish kerak. Pullik markazda esa bir necha kun ichida amalga oshirishi mumkin. Lekin buning uchun 500 mingdan 1 million so'mgacha pul to'lashga to'g'ri keladi. 5. Shifokor bemor munosabatlaridagi o'zgarishlar. Yangi tizimda shifokorlarga, ayniqsa oilaviy shifokorlarga yuklama ortgan. Ular ko'plab yangi hujjatlarni to'ldirish, hisobotlar tayyorlash va protokollarga qat'iy rioya qilishga majbur. Bu esa ba'zida bemorlarga individual e'tibor berishga vaqt yetmasligiga olib keladi. Shifokorning bemor bilan muloqotiga ajratilgan vaqt qisqarishi bemorning muammosini to'liq tushunmaslikka yoki ba'zi holatlarda noroziliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu vaziyatda bemor sifatida o'zingizning huquqlaringizni bilish va talabchan bo'lish muhimdir. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, bu vaziyatda siz yoki yaqinlaringiz nima qilishi kerak? Vaziyatni tushunib olishning o'zi yetarli emas. Amaliy harakatlar qilish lozim. Mana siz uchun batafsil yo'riqnoma. 1. Oilaviy shifokoringiz bilan doimiy aloqada bo'ling. Birinchi qadam, o'zingiz yashayotgan hududdagi oilaviy poliklinikaga boring va o'zingizni oilaviy shifokorga biriktiring. Agar hali biriktirilmagan bo'lsangiz, bu jarayonni darhol amalga oshiring. Nimalar kerak bo'ladi? Pasport, propiska haqidagi ma'lumot. Agar pasportda mavjud bo'lmasa, qanday qilasiz? Poliklinikaning ro'yxatga olish bo'limiga murojaat qilasiz. Ular sizni tegishli oilaviy shifokorga yo'naltiradilar. Oilaviy shifokoringizning ism-sharifini, kabinet raqamini va qabul vaqtlarini yozib oling. Shifokor bilan tanishing, unga o'zingizning sog'lig'ingizdagi mavjud muammolar, surunkali kasalliklar haqida batafsil ma'lumot bering. Barcha tibbiy hujjatlaringizni, kasallik tarixi, tahlil natijalari, eski retseptlar bir papkaga jamlab boring va ularni shifokorga ko'rsating. Nima uchun muhim? Ko'plab tibbiy xizmatlar, tahlillar va to'r doiradagi mutaxassislarga yo'llanmalar endi faqat oilaviy shifokor orqali beriladi. U sizning asosiy darvozangiz hisoblanadi. Shifokoringiz sizning kasallik tarixi bilan tanish bo'lsa, sizga tezroq va to'g'ri yordam bera oladi. Muntazam ravishda hech bo'lmaganda yilda bir marta profilaktika maqsadida shifokoringiz qabuliga borib, umumiy sog'liq holatingizni tekshirib turishni odat qiling. 2. Sog'lig'ingizga oid barcha hujjatlarni tartibda saqlang. Nimalar kerak bo'ladi? Pasport, ID karta, poliklinikaga biriktirilganlik haqidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, tibbiy karta poliklinikada bo'ladi. Lekin ba'zan nusxasi sizda ham bo'lishi foydali. Oldingi tahlil natijalari, shifokor xulosalari, operatsiya hujjatlari, surunkali kasalliklar bo'yicha yozilgan retseptlar va davolash rejalari. Barcha hujjatlarning nusxalarini olib, alohida papkada saqlang. Agar elektron tibbiy karta joriy etilgan bo'lsa, unga kirish parolini eslab qoling yoki yaqinlaringizga ham aytib qo'ying. Hujjatlarning muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Nima uchun muhim? Tibbiyot muassasalariga murojaat qilganda barcha hujjatlarning tartibda bo'lishi sizga vaqt tejaydi va tushunmovchiliklarning oldini oladi. Ba'zi hollarda hujjatlarning yetishmasligi sababli tibbiy yordam ko'rsatish kechiktirilishi mumkin. 3. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. Nimalar kerak bo'ladi? O'zbekiston Respublikasi fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunining asosiy qoidalarini va bepul tibbiy haqidagi hukumat qarorlarini bilish. Hajmi haqidagi hukumat qarorlarini bilish. Bu hujjatlarni Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy veb-saytidan topishingiz mumkin. Etsalar yoki qo'shimcha pullik xizmatlarni majburan taklif qilishsa, bilingki, sizning huquqlaringiz buzilmoqda. Bunday hollarda birinchi navbatda tibbiyot muassasasining bosh shifokoriga yozma ravishda murojaat qiling. Shikoyatingizda vaziyatni aniq bayon qiling, sana va imzo qo'ying.
yozma murojaatga 2 nusxada boring. Birga qabul qilganlik haqida belgi qo'ydirib o'zingizda saqlang. Nima uchun muhim? O'z huquqlarini bilgan shaxs o'z manfaatlarini himoya qila oladi. Agar tibbiyot muassasasi rahbariyati shikoyatingizga javob bermasa yoki sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga Sog'liqni saqlash vazirligi, xalq qabulxonalari murojaat qilish huquqingiz bor. Bu jiddiy vaziyatlarda yordam beradi va tibbiyot xodimlarini mas'uliyatli bo'lishga undaydi. 4. Navbatlar va yo'llanmalar bilan ishlashni o'rganing. Nimalar kerak bo'ladi? Sabr, toqat va tizimni tushunish. Qanday qilasiz? Agar tor doiradagi mutaxassisga yo'llanma kerak bo'lsa, uni oilaviy shifokordan talab qiling. Yo'llanmani qo'lga kiritgach, tezroq mutaxassis qabuliga yozilishga harakat qiling. Elektron navbat tizimi bo'lsa, uni o'zlashtiring. Agar navbat juda uzun bo'lsa, vaziyatni oilaviy shifokor bilan muhokama qiling. Balki u boshqa variantlarni taklif qilar. Ba'zan shoshilinch holatlarda oilaviy shifokor o'z kanallari orqali tor mutaxassis qabuliga tezroq yozilishga yordam berishi mumkin. Nima uchun muhim? Yo'llanmasiz tor mutaxassis qabuliga tusha olmasligingiz mumkin. Navbatlarni oldindan bilish va ularni rejalashtirish davolanish jarayonini tezlashtiradi. 5. Moliyaviy rejalashtirishga e'tibor bering. Nimalar kerak bo'ladi? Agar imkoni bo'lsa, tibbiy xarajatlar uchun kichik jamg'arma yaratish. Qanday qilasiz? Yuqorida aytilganidek ba'zi xizmatlar pullik bo'lishi mumkin. Kichik miqdorda bo'lsa-da, har oy tibbiyot uchun pul yig'ib borish kutilmagan vaziyatlarda yordam berishi mumkin. Nima uchun muhim? Bu ayniqsa surunkali kasalliklarga chalingan yoki muntazam ravishda dorilar qabul qiluvchi keksa fuqarolar uchun muhim. Chunki davlat tomonidan kafolatlangan dorilar ro'yxati cheklangan bo'lishi va ba'zi samarali dorilarni o'z hisobingizdan sotib olishga to'g'ri kelishi mumkin. 6. Yaqinlaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Nimalar kerak bo'ladi? Farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqinlaringizning ko'magi. Qanday qilasiz? Tibbiyot tizimidagi yangi qoidalar, elektron navbatlar, hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish ko'pchilik keksalar uchun murakkab bo'lishi mumkin. Yaqinlaringizdan sizga hamrohlik qilishni, hujjatlarni tartibga solishda yordam berishni, onlayn xizmatlardan foydalanishda ko'maklashishni so'rang. Nima uchun muhim? Yaqinlarning yordami sizga ushbu murakkab jarayonlarda ancha yengillik beradi. Ular siz uchun ba'zi ma'lumotlarni aniqlab berishi yoki shikoyat arizalarini to'g'ri yozishga ko'maklashishi mumkin. 7. Internetdan foydalanishni o'rganing. Nimalar kerak bo'ladi? Kichik tushunish va urinib ko'rish istagi. Qanday qilasiz? Sog'liqni saqlash vazirligi veb-sayti, xalq qabulxonalari portali kabi rasmiy resurslarni o'rganing. Ularda ko'plab savollaringizga javob topishingiz mumkin. Nima uchun muhim? Bugungi kunda ko'plab yangiliklar va rasmiy e'lonlar internet orqali tarqatilmoqda. Ulardan xabardor bo'lish sizni yolg'on ma'lumotlardan himoya qiladi va huquqlaringizni bilishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugungi suhbatimizdan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, 6 yoshdan keyin davolashni to'xtatishadi degan gap so'zlar mutlaqo asossiz mishmishdir. Davlat yoshi ulug' fuqarolarimizga tibbiy yordam ko'rsatishdan voz kechmaydi. Ammo tibbiy xizmatlarni olish tartibi o'zgargan. Bu esa ko'pchilikda tushunmovchilik va hafsalasi pir bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Eng muhimi, siz harakatdan to'xtamasligingiz, o'z huquqlaringizni bilishingiz va kerak bo'lganda qila olishingiz lozim. Sizga bergan amaliy maslahatlarimizga amal qiling. Oilaviy shifokoringiz bilan doimiy aloqada bo'ling va barcha hujjatlaringizni tartibda saqlang. Unutmang, sizning sog'lig'ingiz eng katta boyligingizdir va uning himoyasi uchun kurashga haqlisiz. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz qadrlidir. Videoni like bosishni va do'stlaringizga, yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Shunda keyingi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Sog' va salomat bo'ling, azizlarim.